bir shifokor Robbisini rozi qilish uchun shifokor bo'lsa, Robbim men seni bandalaringga bu dunyoga keladigan, bu dunyoda ularni boshiga keladigan xastaliklardan qutulishlari uchun, joni, jismi og'rimasligi uchun, seni izning bilan, seni marhamating bilan ilm olib ularga yordam bermoqchiman. Robbim menga yo'l ko'rsat, ilm olishni oson qilgin desa, duo qilsa, u qarshisiga keladigan bemorni qo'liga qarab o'tirmaydi. Jonini beradi u yerda. Nega? Dardi nima uni? Dardi Robbini xizmatini qilish. Unga yoqishga urinish. Unday odam sizni cho'ntagingizdagi pulingizga qaraydimi?